Sharqiy Turkiston uchun haqiqiy bir raisni xalqimiz o'zimiz saylab chiqayli. O'zini Sharqiy Turkiston xalqi deb e'tirof qildigan butun xalqimiz xalq saylimiga ovoz qo'shing va destak bering, duo qiling. Xalq saylimini qo'llamaganlik tajovuzchi kommunist zolim Xitoylarning vatan ichi va sirtidagi o'zini o'zi saylash kommunist qonuniga va ideyasiga rozi bo'lganlikdir. Tajovuzchi Xitoylar vatanimiz Sharqiy Turkistonni besib olgan 71 yildan beri vatan ichida asla xalq saylimi bo'lib boqmadi. Kommunist Xitoylarning qaysi biri kelib, "Men sizlarning raisinglar" desa, shuni rais deb majbur yashab keldik. Shahar boshlig'i, yezi boshliqlarini hatto Xitoylar o'zi saylab berdi. Hatto masjid imomlarini Xitoylar saylab berdi. 10 yoki 100 odam birlashibla oradan birini chiqaribla bu rais deydigan bir-birini e'tirof qilmaydigan kunduzi Xitoyni tillab, kechasi tor-torlarda, yo'llarda bir-birini tillaydigan ish 71 yil davom qildi. Chunki bizda butun xalq birlashib rais saylash bo'lib boqmadi. Xalq saylamagan bo'lg'achqa butun xalqimiz e'tirof qilmay, bo'linib bir-birimizga qarshi yashag'achqa ziyon bizga foyda Xitoyga bo'ldi. Biz bir-birimizni yaratmadik, e'tirof qilmadik. Vatan sirtida-chu, chet ellarda-chu, ya'ni bo'libmi Uyg'urlar eng ko'p bo'lgan Turkiyadagi 71 yildan beri xalq saylimi bo'lib boqdimi? Nima uchun bo'lib boqmadi? Vatanda bu majbur ilojisiz, chet elda-chu, butun dunyo o'z raisini xalq saylaydi. Bizda-chu, biz 71 yil da'vo qilib vatanni mustaqil qilolmadik. Nimishqa? Eng qisqa bir javob, ichimizdan butun xalqni yetaklaydigan bir rais chiqmadi. Chiqsimi o'tirliqqa chiqishga to'sqinlik qilindi. Davlatimiz bir, millatimiz bir, dinimiz bir, davoyimiz bir. Ammo raisimiz, yo'l boshchimiz bir bo'lolmadi. Bir Sharqiy Turkistonning chet elda o'nlarcha men rais deydigan o'zini saylaydigan 10 yoki 100 odam birlashib, oradan birini chiqiribla bu rais deydigan bir-birini e'tirof qilmaydigan xalqaramo birimizdimi Uyg'urlarning raisi deb e'tirof qilmadi. Chunki xalq saylimiga raisni xalqaroning e'tirof qilmasligi, xalqning umumiy jihatdan e'tirof qilmasligi normal edi. Besh yo'q millatning kelajagi asla bo'lmaydi. Shu sababdan kelajagimiz bo'lmadi. Bizning 10 ming kishilik qurol tutalaydigan askarimiz bo'lsa-mu, minglarcha olim ziyolarimiz bo'lsa-mu, milliarder, millioner boylarimiz bo'lsa-mu, samimiy birla raisimiz, yo'l boshchimiz bo'lmasa, vatan mustaqil qilishimiz mumkin emas edi. Shu sababdan yillardir bu ilg'or madaniyatlik, aqlli, ammo passiv millat mustaqil bo'lmadi. Shu sababdan Xitoylar Uyg'urlar ichida chet elda saylan bo'lishdan eng qo'rqadigan bo'lib, xalq saylimiga munofiqlarning qo'li bilan buzg'unchilik qilib keldi. Peshtaxtdan chiqish uchun birinchi peshtaxtdan chiqolmay turib, eng ustiga chiqaman deyish nodonlik, johillik mumkin bo'lmagan ish bo'lganga o'xshash bir biz Sharqiy Turkiston mustaqilligi uchun xalq saylimi qilish orqali bir raisni saylab, shu raisga ergashishdek birinchi qadamni 71 yildan beri olamadik. Davoni mushu shaklda davom qilish mustaqillikqa emas, bizni yo'qolishga boshlaydi va boshlatadi. Vatanda qizlarimizni Xitoylar majbur olsa, chet elda turklar, arablar va boshqa millatlar elib, millatni ko'paytiradigan millatning go'hri, eng qimmatligi bo'lgan ayollarimiz qo'ldan ketib boradi. Onalar qo'ldan ketdi deganlik, ona vatandan eg'iz ichish mumkin emas deganlik bo'lib qoladi. Biz har qanday ishni bir yonga qo'yib, har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar jiddiy turda xalq saylimi elib berishni qo'llab, butun kuchimiz, milimiz, jinimiz bilan saylamni o'tkazib, bir raisni saylab chiqishimiz kerak. Turkiyadami har 4 yilda xalq saylimi bo'ladi. Amerika, Yevropa, butun cho'ng davlatlar xalq saylimi bilan saylandi. Har saylamda saylamni o'tkazish uchun butun xalq kuch chiqardi. Nurg'unlagan iqtisod sarf qilindi. Necha oy saylam uchun raislar tayyorlik qiladi. Uyg'urlar hayotida bunday ishni chet elda ko'zi bilan ko'rib baqqan bilan amaliyotda o'zlari o'tkazib baxmag'ashqa nurg'unlagan xalq saylimining qimmatini tushunib qo'llagan bilan, destaklagan bilan men saylam uchun nima ish qilib bera olayman deganni o'ylayolmayotdi.
Bir kishilik amaliy to'kpiq etishning yo'lini topolmayotidi. 10 yoki 100 odam birlashibla oradan birini chiqaribla bu rais deydigan bir-birini e'tirof qilmaydigan kunduzi Xitoyni tillab kechasi torlarda yo'llarda bir-birini tillaydigan ish 71 yil davom qildi. Chunki bizda butun xalq birlashib rais saylash bo'lib baxmidi. Xalq saylamagan bo'lg'ashqa butun xalqimiz e'tirof qilmay bo'linib bir-birimizga qarshi yashag'ashqa ziyon bizga foyda Xitoyga bo'ldi. Biz bir-birimizni yaratmadik, e'tirof qilmadik. Xalqaramo birimizdimi Uyg'urlarning raisi deb e'tirof qilmadi. Chunki xalq saylamagan raisni xalqaroning e'tirof qilmasligi, xalqning umumiy jihatdan e'tirof qilmasligi normal edi. Besh yo'q millatning kelajagi asla bo'lmaydi. Shu sababdan kelajagimiz bo'lmadi. Bizning 10 ming kishilik Qural tutalaydigan askarimiz bo'lsimi, minglarcha olim ziyolarimiz bo'lsimi, milliarder, millioner boylarimiz bo'lsimi, samimiy birla raisimiz, yo'lboshchimiz bo'lmasa, vatan mustaqil qilishimiz mumkin emas edi. Shu sababdan yillardir bu ilg'or madaniyatlik, aqlliq, ammo boshsiz millat mustaqil bo'lamadik. Shu sababdan Xitoylar Uyg'urlar ichida chet elda saylan bo'lishdan eng qo'rqadigan bo'lib, xalq saylamiga munofiqlarning qo'li bilan buzg'unchilik qilib keldi. Peshtaxtdan chiqish uchun birinchi peshtaxtdan chiqolmay turib, eng ustiga chiqaman deyish nodonlik, johillik mumkin bo'lmagan ish bo'lganga o'xshash biz Sharqiy Turkiston mustaqilligi uchun xalq saylami qilish orqali bir raisni saylab, shu raisga ergashishdek birinchi qadamni 71 yildan beri olamadik. Suyumli xalqim, yillardir vatanda tajovuzchi Xitoylarga aldanganimiz oz kelgandek, chet eldimi Xitoy saylab qo'yganlarga ko'p aldandik. Nurg'unlagan iqtisodimizni tul ayol, yetim bolalarimizni dastak qilib elib oldi. Vatanga jihad qilamiz deb milliardlarcha pullarimizni to'plab so'ravatdi. Bugunga qadar tul ayol yetimlarimizdan birsimi qiyinchilikdan qutulish oyoqda tursin, turmushi kundan kunga qiyinlashdi. Vatanga jihad qiladigan bir erkak chegara oldiga bora olmadik. Bir Xitoyni yo'qotolmay turib jihad uchun otgan milliardlarcha pulimiz tugidi. Uni qo'llab pul berdik. Buni qo'llab pul berdik. Natijada da'vo oldiga minish o'rniga orqaga ketdi. Pullar samandek so'rilib ketdi. Pul to'plaganlar samirib, kengirib, bu yo'llari yo'g'inab, xalq uchun yiqqan pul bilan yo'g'inab, xalqni ko'zga ilmaydigan holga keldi. To'lagan badalning, hajlagan pulning natijasi bo'lmadi. Turkiyadami har 4 yilda xalq saylami bo'ladi. Amerika, Yevropa, butun cho'ng davlatlar xalq saylami bilan saylandi. Har saylamda saylamni o'tkazish uchun butun xalq kuch chiqardi. Nurg'unlagan iqtisod sarf qilindi. Necha oy saylam uchun raislar tayyorlik qiladi. Uyg'urlar hayotida bundoq ishni chet elda ko'zi bilan ko'rib baqqan bilan amaliyotda o'zlari o'tkazib baxmag'ashqa nurg'unlagan xalq saylamining qimmatini tushunib qo'llagan bilan dastaklagan bilan men saylam uchun nima ish qilib bera olayman deganni o'ylayolmayotidi. Bir kishilik amaliy to'kpiq etishning yo'lini topolmayotidi. Xalqaramo birimizdimi Uyg'urlarning raisi deb e'tirof qilmadi. Chunki xalq saylamagan raisni xalqaroning e'tirof qilmasligi, xalqning umumiy jihatdan e'tirof qilmasligi normal edi. Besh yo'q millatning kelajagi asla bo'lmaydi. Shu sababdan kelajagimiz bo'lmadi. Bizning 10 ming kishilik Qural tutalaydigan askarimiz bo'lsimi, minglarcha olim ziyolarimiz bo'lsimi, milliarder, millioner boylarimiz bo'lsimi, samimiy birla raisimiz, yo'lboshchimiz bo'lmasa, vatan mustaqil qilishimiz mumkin emas edi. Shu sababdan yillardir bu ilg'or madaniyatlik, aqlliq, ammo boshsiz millat mustaqil bo'lamadik. Shu sababdan Xitoylar Uyg'urlar ichida chet elda saylan bo'lishdan eng qo'rqadigan bo'lib, xalq saylamiga munofiqlarning qo'li bilan buzg'unchilik qilib keldi. Peshtaxtdan chiqish uchun birinchi peshtaxtdan chiqolmay turib, eng ustiga chiqaman deyish nodonlik, johillik mumkin bo'lmagan ish bo'lganga o'xshash
Biz Sharqiy Turkiston mustaqilligi uchun xalq saylimi qilish orqali bir raisni saylab, shu raisga ergashishdek birinchi qadamni 71 yildan beri olamadik. Davoni mushu shaklda davom qilish mustaqillikqa emas, bizni yo'qolishga boshlaydi va boshlatadi. Vatanda qizlarimizni Xitoylar majbur olsa, chet elda turklar, arablar va boshqa millatlar ilib, millatni ko'paytiradigan millatning go'hri, eng qimmatligi bo'lgan ayollarimiz qo'ldan ketib boradi. Onalar qo'ldan ketdi deganlik, ona vatandan eg'iz ichish mumkin emas deganlik bo'lib qoladi. Biz har qanday ishni bir yonga qo'yib, har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar jiddiy turda xalq saylimi elib berishni qo'llab, butun kuchimiz, milimiz, jinimiz bilan saylamni o'tkazib, bir raisni saylab chiqishimiz kerak. Samirganlar samiraverdi. Xalq kambag'allashib ketdi. Ahvolimiz vatandimi, chet eldimi kundan kunga nacharlashib ketdi. Yana mushundoq mingiversak, kelajagimiz bakmi xatarlik. Chet ellarda urinib so'qilib yashaymiz. Ammo vatandagilarchu, ularning holi nimami bo'lib keta? Nimami bo'lib bo'ldi zodi? Yana nima bo'lib keta? Biz uchun xalq saylimi jondanmi muhim. Qarindoshlar, bu qadamni olmay turib, na ichimizdagi nafsoniyatchilar tozlansin, na xoinlar tozlansin. Shu sababdan bu saylamga 18 yoshdan 118 yoshgacha bütün ayol qarindoshlarimizni kuch chiqarishga chaqiriq qilamiz. Bu saylam 2020 yil 11-oyning 12-kuni oxirlashidi. Saylam oxirlashguncha nurg'ulg'an dushmanlarning tuhmatlar, buzg'unchiliklar bo'ldiganligi muqarrar.